Yapsa? Ha. Kim keldik, kim? Yomon xo'shalg'usiz kim o'yaqat degan? Buni xotandiki miyada menga bir lapar chakimiz og'a. Semiz açış lapar oynagan, rol algan. Buna burutluqmi? Qada ba, hozir ovatda bo'ldi-da. O'sha akimiz keldik. Ondan bir mehmon qo'yinjimi? Ha, yo'q, shu mehmon qo'yili, ismi mehmonlar kelibdi-ku. Voy. Hozir nima? Qara kelibdi. Çimenbağ tamla restise. Nextif keptka? Dadır efendim. To'g'ri. Dadurning. Hey, xotun emaskan u. Boshqa xotonni boshlab kelibdi bu yerga. Boshqa xotin? Ha? Sizga o'xshash suyuq ari o'xshaydi qaraganda u. Men Shunda xotinning opasiliq qilgan arinchi mehmon qo'ymayman men. siz o'jasiz odam. Qo'y chiqsang o'zidan chiqay. Ma'qul, da chiqay. Hay, yaxshimi aka? Yaxshimi, salomatligingizmi? Yaxshi oldimmi, bilaman. Bundan kızgın emas ya. Ben xotandan keldim. Tundingmi? Nima aka? Aka. Nima? Bunaqa yangam akami, boshqa bir achashni akapsiz. Qanaqish bu? Ha? Ayolingiz akamsiz bu deyman, boshqa bir achashni. Makala. Man demsen? Ha? Sen etkilemen kendi okumuşluk. Daha doğrusu Vanhum deb hürmet kılattım canım. Sen Vanhum mu? Men nimani xato qildim? Ya qara, o degan bir rolning ehtiyoji. O açan bo'lsa men bilan kasbdosh. Biz sanada birga etot o'ynaymiz. Ha. Biz bu ishqinda ishlaymiz. Endi rost gapni qilsam, seni jin yangang mana ma'vo. Balarimdan anisi. Voy, xushmas xop. Endi semiz achash xizmatdosh. O mening singlim bo'ldi. Roldosh. Etotdosh. Nimanda o köymemsen sen de bu ikrarla karamamsan. Cık dedik onu. Yo'q, bu soru deymandim başkalar. Ishkangizga chiqqan shu sahnigini qarabdimmi? Ko'ndi lapar o'ynaysizda, rollar chiqsizda, xotin, ayolim deydigan rollar jiqchiqlamanki, mana bir o'ynagan odamlar o'xshaydi. Ey xotin, qilma. O mayka. Ama haqiqiy yangimiz mana shu ekan. Tez chiqma. Rasta. Voy, mam xato tushunibdi deyman aka. Yaxshimi, tez chiqma. Bu mu xato tushunibdi siz? Yangimiz emas, boshqa birisini aytibdi deb. Muborak bo'lsin bu ishkamlarga. Hey, rahmat. Sen mi bana ko'ksitib qo'yding? Tonishqinimizni xo'sh olman. Meni ayolim bo'ldi. Yo'q, dikkat meni aytadi aka. Buni men anglab. Turpan kelgandek ataydan cho'qqin bir kelishim kerak. Boy xabaringizni olib kelgan xabaringizni olib bax qo'yish oldim aka. Nima degan rahat bu, ha? Rangnama teşekkürname. Teşekkürname. O yerdimi teşekkürname. Dadur efendi. Dadur hanım. Chiqinglarga. Teşekkürname degan oshqinda teşekkürname nima qilib, sen bir saxovat o'rnashdingmi? Yo'q aka, bu bunaqa ish. Biz aqota ishimiz shu do'yinga chiqib, tamushgangacha, yaxshi ishlarni qarab qilaylik deb qo'limizdan kelishicha, mana bir ancha-muncha qo'limizdan kelishicha endi ehtiyoji qarindoshlarning uylariga borgan bo'ldik. Ba'zilarining yetgan narsani teppagan bo'ldik. Shuningga nurg'un qarindoshlar bizning qilayotgan ishlarimizdan ta'sirlanib, ba'zilar mana shunaq yaxshi bo'lgan nazmonlar chiqargan, dehqonlarniki g'amini qildigan yaxshi bir oila ekansizlar. Dadur xonim, Dadur apandim obrazidek obda sizlarga tashakkur deb, shuningga qarindoshlar bizga ancha-muncha ko'ngil so'g'at qilibdi. Shuning bilan buni qabul etmasak bo'lmas ekan. Bu bir yaxshi ko'ngil ekan-da bu, ha. Bu endi oltindan qimmat menga bu bergan so'g'at. Ras. Nima degan rahat. Oshpaz ballam bakchanlik yaram ishlayapti-da. Oshxonamizda aka, shu lag'man, qo'lo, yana bizniki dapanji, ashna tomoqlar chiqaribmiz, kebab, narin, ugur, chuchur, sug'ash. Ballam bak yaram omdan qoldi-da. Turpan xalq, yani butun Şinjandagi har qanday yerdagi odam bir kep bo'ldi. Atraf Xotan Qashqa, Matraf Oltoy qanasini tatibamiz bir kep. Men kepmidim. Shu, siz kelishsiz. Sizning qadamingiz Yangmashdilla bir nurlantiryapti oshxonamizda aka. Yaxshi qilsa. Rahmat. Men hamda seni mana kichik ekranda ko'rib, qarab qo'ymiz hamda pat. Seni ko'rib hamda mening ma xonimimmi sana jiq bir mesela yüreklerini berib qo'ydi. Şuna sana hürmetimiz bor. Shu bolalar yaxshi, manda shu to'r sahasida hamda eng pokiza shundaqlik aktiv energiyalik mangani sen hamda. Rahmat aka. Buni jiqlab bor, shunda yaxshi manganlar. Az bir qismlar hamda o bu shunda qilmish ekan deb qolamiz, lekin bak pokiza mangdinglar. Rahmat aka, rahmat. Shu bir sababdan sen bilan kurashkim bor. Shunda bir keldik. Turpanga kelib o bu yerlarni aylanib. Gapingni qilsam, "Va aka bu cho'ng bir oshxona ichib oldi" dedi. Yaxshi qilibsan, men egilikni tilab. Rahmat aka, rahmat. Muborak bo'lsin. Rahmat. Qani, o'tirib bir choy qo'yay. Bo'ldi.
Mana yerim to'qoyning miqdori kap tetpaqishingizdan umid qilamiz. Hozir tushib basadimi to'qo chiqdi qarindoshlar, biroq ustamdan yetishtirib oldim. Qo'llab bergan qarindoshlarga rahmat. Anas mehmon ketdi.